Mashinangiz agar kuymasin desangiz, aslo bu holatda ishlatmang. Sizni mashinangizda ekranida shunaqa yozuv chiqib qoldimi? Gazini bosyapsiz, mashina yurmayapti. Qulog'ini burmoqchi bo'lyapsiz, qulog'i qattiq. Qulog'i qattiq. Endi nima qilamiz? Eng birinchi qiladigan ish mashinani o'chiramiz va mashinani o'ndiramiz. O'ndirgandan keyin bu yerga yaxshi e'tibor beramiz. Ip qisilganmi, qisilmagan. Ip qisilgan bo'lsa, barcha iplarni tozalab tashlaysiz. Tozalab tashlaganingizdan keyin iloji bo'lsa mokka, agar igna tepada to'xtaganiga ishonch hosil qiling. Igna tepada to'xtagan bo'lsa, mokka chiqadi, mokkani chiqarib olib tashlaysiz. Agar igna tepaga to'xtamagan bo'lsa, shu holatda qolsa bo'laveradi. Keyin qulog'ini ushlaysiz-da, mahkam chap tarafga buraysiz. Bir qo'lda kuchingiz yetmasa, ikki qo'lda ushlasangiz bo'ladi. Agar ikki qo'lingizda ham kuchingiz yetmasa, bunaqa teshigi bo'ladi. Har bitta mashinani shu teshigiga atverkami yo biron narsa tiqib turib aylantirib olsangiz bo'ladi, faqat qo'pollik qilmasdan. Va keyin mashinani aylantiramiz. Va keyin yopamiz. Mashina tayyor. Endi ishlatsangiz bo'ladi mana.